Gap yo'q ukam, baraka top. Ishimni bitkazib berding. Ishingiz bitgan bo'lsa xursandman. Mayli ukam. Sog' bo'ling. Ey ukam, O'la bey. baraka top. Otangga rahmat. Sog' bo'ling. Ketdimi? To'xta. Bitta narsa so'rasam qo'yningga olmaysanmi? Ko'ngilga tegadigan savolmasdir. Adaylar qachon qazo qilgandilar? Bolaligimda. Nimaga? Sani yoshligingda oila katta qilganlar, to'g'rimi? Shunaqa. Nimaga unda savob ish qilsang, oilaga emas, otangga rahmat deyshadi? Buni javobi oddiy o'rtoq. Chunki onamga ham ota tarbiya bergan. To'g'ri. Ketdikmi?